Doktor Jahongir kanaldasiz. Yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hurmatli hamshiralar, hurmatli tibbiyot xodimlari. Bugun biz oliy tur kategoriyaning 3-savoli bilan tanishib chiqamiz. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. 3-savol. Zotiljam, Krupoz zotiljam va sil kasalligini orasidagi taqqoslama diagnostikani aytib bering. Ta'rif beradigan bo'lsak, birinchi bo'lib zotiljam haqida ta'rif beramiz. Zotiljam yoki pnevmoniya deb yuritiladi. Xalq tilida pnevmoniya. Bu o'pka yallig'lanishi bo'lib, o'pkani infeksion kasalligi, mustaqil kasallik yoki boshqa kasalliklar asorati hisoblanadi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'pkani yallig'lanishi mumkin, bu pnevmoniya deyiladi, yoki bronxitni, bronxlarning yallig'lanishi natijasida u yerdagi infeksiyani o'pkaga o'tib yallig'lantirishi, bu keyingi kasallikning rivojlanishi hisoblanadi. Endi bizda aynan krupoz zotiljam debdi. Krupoz zotiljami, krupoz so'zi bu bo'lakli pnevmoniya hisoblanadi. Aynan buni o'zi pnevmoniya o'zi ikkiga bo'linadi: krupoz va o'choqliga. Krupozi kattaroq, bo'lakroq qismini yallig'lanishi hisoblanadi. Endi ikkinchi kasalligimiz haqida ta'rif beradigan bo'lsak, bu sil yoki ikkinchi nomi tuberkulyoz kasalligi hisoblanadi. Bu turli a'zolar, asosan o'pkada o'ziga xos yallig'lanish o'zgarish bilan ro'y berishi bilan tavsiflanadigan yo'tal va doimiy balg'am ajraladigan yuqumli surunkali kasallik hisoblanadi. Doktor Jahongir kanaldasiz. Yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'ling. Endi bu ikkita kasalligimizni bir-biridan farqlarini taqqoslab o'tamiz. Ya'ni taqqoslama diagnostikasi. Birinchisi, xususiyatlaridan kasallikning boshlanishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, krupoz pnevmoniya o'tkir va to'satdan bo'ladi. Sil kasalligi esa sekinlik bilan uzoq muddat davomida oldin yo'tal bo'ladi, ya'ni quruq yo'tal, keyin esa balg'amli yo'talga almashish bilan kechadi. Krupoz pnevmoniyasi esa juda ham yuqori harorat bilan yo'tal, balg'amli yo'tal bilan o'tkir boshlanadi. Ikkinchisi, sababchisini ko'rib chiqadigan bo'lsak, odatda krupoz pnevmoniyasining sababchisi pnevmokok bakteriyalari hisoblanadi. Shu bilan birgalikda boshqa mikroorganizmlar bo'lishi mumkin, masalan, viruslar, zamburug'lar, boshqa bir bakteriyalar, streptokok, stafilokok deb ataluvchi bakteriyalar keltirib chiqarishi mumkin. Sil kasalligini esa aynan o'zini maxsus qo'zg'atuvchisi bo'ladi, kox tayoqchasi yoki sil tayoqchasi bakteriyasi hisoblanadi. Uni endi fan tilida Mycobacterium tuberculium kompleksi deb ham yuritiladi. Xo'sh, endi bu kasallikka kimlar moyil hisoblanadi? Moyil qiluvchilarni ko'rib chiqamiz. Krupoz pnevmoniyasiga moyil kishilar bular shamollashlar o'tkazgan yoki sovqotishlar o'tkazgan insonlar, ORV bilan muloqotda qilganlar hisoblanadi, ya'ni o'tkir respirator virusli infeksiya bilan kasallanganlar bilan muloqot qilganlar. Misol uchun, COVID kasalligidan keyin ham aynan pnevmoniya kasalligiga sababchi bo'ldi. Ya'ni u o'tkir respirator virusli infeksiya hisoblanadi. Sil kasalligi esa sil kasalligi bilan kasallanganlar bilan muloqotda bo'lganlar hisoblanadi. Ya'ni aynan shu mikobakteriya bilan kasallangan insonlar bilan muloqotda bo'lganlar hisoblanadi. To'rtinchisi, tana haroratiga gap aytadigan bo'lsak, tana harorati krupoz pnevmoniyasida yuqori darajada gektit holatdacha 40 gradusgacha ko'tarilishi mumkin dastlabki kunlardanoq. Sil kasalligida esa past darajada fibril yoki subfibril, ya'ni 38,5-39 gradusgacha ko'tariladi. Endi aynan sil uchun sinama bo'ladi, bu mantu sinamasi bo'ladi. Mantu sinamasini qo'yilgan paytda krupoz pnevmoniyada manfiy bo'ladi, ya'ni hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Sil kasalligida esa musbat, ya'ni sir borligini aniqlovchi sinama hisoblanadi. Keyingi balg'am tekshiruvini ko'radigan bo'lsak, balg'amda krupoz pnevmoniyada qonli, yiringli qo'zg'atuvchi aniqlanadi. Yiring ham bo'ladi. Qo'zg'atuvchisi pnevmokok bakteriyasi aniqlanadi. Misol uchun, sil kasalligida esa qonli bo'ladi va sil tayoqchalari aniqlanadi. 7-chi taqqoslamamiz bu davolash muassasalari va shifokorni ko'radigan bo'lsak, krupoz pnevmoniyasini davolash muassasasi bu yuqumli kasalliklar shifoxonasi, ya'ni infeksion kasalliklar hisoblanadi.
uni davolovchi shifokor infeksionist shifokor hisoblanadi. Xo'sh, sil kasalligi esa tuberkulyoz kasalxonalarida davolanadi. Buni davolovchi shifokor esa fiziatr hisoblanadi. Oxirgisi davolash vositalari. Davolash vositalari ikkalasida ham antibiotiklardan foydalaniladi. Ya'ni Krupot pnevmoniyasi uchun antibiotiklardan o'zimiz hozirgi kunda Ceftriaxon sulbaktam, ampicillin, amoxicillin o'zi maxsus qo'zg'atuvchisiga qarab davo qilinadi. Sil kasalligi uchun esa aynan silga qarshi dori preparatlar ro'yxati bor. Bularga rimfamicin, izoniazid va hokazolar bor. Bular maxsus tuberkulyoz balsalarida beriladigan dorilar hisoblanadi va aynan ambulator muassasalarda yuborilgan bo'lsa, bunda patronaj hamshiralar bu dorilarni yetkazib beriladi va ichishini ta'minlab beriladi. Shu bilan taqqoslama diagnostikamiz ham tugadi. 3-savolimiz ham tugadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Agar tushunmovchiliklar bo'lsa ham kommentariyada yozib qoldiring. Biz ularni hammasini ko'rib chiqamiz va sizlarga qulay qilib tayyorlashga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.